Hurmatli obunachilarimiz, ish ko'rib turgan MTZ80 traktor sotiladi. Ya'ni o'zimiz yonida 7 komplekt vajib obunachilar. Ko'rib kuzatib, like'larni bosib, aka-ukalarga jo'naysizlar. Traktor alamonda birgalar. Hammangizga assalomu alaykum, hurmatli oilaviy tun obunachilari. Sog'misizlar, omonmisizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga ishi ko'rib turgan MTZ traktorini obzorini ko'rsatib beramiz. Adresimiz Xorazm viloyati Hazarasib. Ya'ni Kirtepa mahallasida. Beri Ajjal deb aytiladi avval, ya'ni hozir Kirtepa mahallasi. Egalarning nomerini qo'yib o'tamiz obunachilar. Xolasansa Kir o'ylabasandan girib kelsangiz ham bo'ladi. Xolasansa Ismoil Esha yo'li, ya'ni Kerbekli kelaman desa, ya'ni shu Kirtepa mahallasina qarab qaytarishda Bahodir aka baliqxonasini yonidan kelasizlar bir yo'l. Shu toza do'konda o'tdingiz, ish qilib o'zlari kutib oladilar. Kelasizlar, xudo xolasa bir yandan ko'rasizlar. Adresimiz shu Kirtepa mahallasida obunachilar. Qaranglar, endi mana 7 dona narsasi bor deganlarimizni bir yandan ko'rib o'tamiz. Hozir sizlarga oldin aytib o'tamiz. Chezili chel mashini, dandonasi, puluki, undan tashqari kipeni. Keyin berimiz navda aytiladi, dinna bozida aytiladi ekan. Ayran tarafimizda prispan obunachilar. Shuncha vajib bilan beriladi. Hozir naqd-navosini aytamiz. Egalaridan ikir-chikirini hammasini so'rab o'tamiz. Bu traktorimiz, hurmatli obunachilar, dokumenti bor ekan. Yana nomerlar ham bor, dokument ham bor dedilar. 2 dona akkumulyatori bor dedilar. Mana traktori akkumulyatorni qo'yib bir tibak ketaradilar isha. Tayyor. Ha? Yo'q, 2 dona akkumulyator bor dedik. Doğru bir dötüp işe çık giderler. Motor yetişende aşık yok mu? Hem acayip zor. Hem acayip zor. Obunachilarimiz yine görüşeniz mümkün. Yani özü traktör alacak adam, yedecek adam, nişet verecekini biladi. Yine görürsünüzler. İşini koldan gençlerle göreceğimiz. Yani bu yine traktörümüz stasyonasını bir yandan göreceğim sizlere. Karangla. Balonlarında yine şu görgezgerlerimiz deyin. Boş balonlar ne? 15 arımlık dediler balonlu. Birimizde yine karang. Sirgası bu. Trigolnik. Sirgası hem özü bu. Hem özü bu dediler yine. Traktörü götürsünler. Bir tarafından bir görez bütemiz. Balonlar hem acayip eken. Balonlarda iş kılıp gap kıskası yarık yok. Ha? Çet taraklarında. Yine. Obunachilar, narxini mavzu video davomida eshlasizlar. Qaranglar, endi ya'ni kelishidan joyini ham aytadilar. Ya'ni traktori o'zi, ya'ni bundan tashqari hammasi bor. Hech joyga birovdan kipen so'rayman yo pullik so'rayman deb yurmaysizlar obunachilar. Traktor to'g'ri ishga chiqib ketadi. Ya'ni xudo xolasa ishi mashina paradan ham shu bo'ladi, xo'jalik boqadan ham shu bo'ladi dedi-ku. Albatta. Dokumentlar bor. Endi buni qaranglar, inabisi kipen deb aytiladi. Kipeni bor obunachilar. Tayyor ibaja ansat ekan-ba. Shuning uchun ham trigonlik deb aytilgan ekan-da bunga. Ya'ni dangi bilmasa to'g'ri traktor o'zi kelib, yigiz bor ketaradi. Ashura zo'r ekan-da obunachilar. Shuning uchun ham trigonlik dedilar ekan shu narsani. Hozir men boshida tushunmadim, endi bunga kelib tushuntiribman. Yana ko'rtirsizlar, trigonlikga yigizda to'g'ri livan upashirasizlar. Endi bu yanimizga kelsak, bular xuddi shu holatda trigonlik zatilgan obunachilar. Bu pulukimiz. Puluk ko'rtirsizlar, 4 tish ekan bu. Katta ekan bu. Ajoyib. Yana buning ham shu zatilgan bellar, ajoyib bo'lib. Endi bu yanimizda dandonasi. Dandonasini endi nechga oladi bu? Yine. Çezil dildiriladi bu. Yani buning nimasi ekan? Boshqacha oladi. Shunda 3 narsasi bor, hozir ko'rgazdik. Ina bu endi chil mashina deyiladi. Chil mashina endi bu bundan keyin 4-lanchisi bo'ldi bu. Ko'rtirsizlar, chil mashina. Bu yanimizda endi chezili. Chezilning ham orqasida nimcha ko'jlari bor bunachalar. Ko'rtirsizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunda 1, 2, 3, 4, 5 narsasini ko'rgazdik. Endilikda endi planirovkatadan navadu. Dinnaboz deb aytiladimi? Yana dinnabozni ham ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yana obunachilarimiz dinnabozi, qaranglar. Balonlar ham ajoyib ekan. Ayrandagi balonda bitta chatlaq bo'lgan ekan. Endi bu bir narsaga shart emas, bilasizlar, yurib tursa bo'ldi bu. Kuridan narsa emas, boshqa narsa emas. Yine gördüyse dinnabozi bor. Bu yanımız endi prinsipi. Ha? Ha bunu mu? Ha, bir balon demini balla çıkarttı ekan. Uni dam beri bir kitaradilar, doğru mu? Yana, qarang. Yana
Sergini o'zingizga kerak bo'lsa endi prinsip ta'minlab berasizlar, yomasa o'zingizda to'g'ri bosib berarsizlar. Ko'pchilik odam endi texnika olgan so'ng keypati videosi keladi, ya'ni qara videosi keladi. Liboy bir narsalaringizni o'zingiz bir qo'lda o'tirib berib bosib berasizlar, lekin atak liboy narsaga gitadan narsa obunachilar. Yana yo'rtirsizlar. Hozir buni narxini ham aytamiz. Narxini necha so'm deymiz shunda buni? 100 million so'mdan kelishib beriladi. 100 million so'mdan hurmatli obunachilarimiz, ha? Telebursada kelishamiz dedilar. Shunda kelib ko'rsinlar. Ming marta eshitgandan bir marta kelib ko'rib olg'ash hurmatli obunachilar, ya'ni albatta ustiga kelishib beradani bo'ladi. 100 million so'mdan hurmatli obunachilar. Yana yurtisizlar. Kelishib qaytib beradani bo'lib turibdilar. Endi o'zingiz bahosini berarasizlar hurmatli obunachilar. Albatta mol olsang ham savdolashib oladigan joyi bor-ku, yarim puldan so'radi. Shuning uchun kelasizlarda o'zingiz gaplashib, ko'rib, savdolashib olasizlar. 7 dona vajibona bor obunachilar. Hammani xudo xolosa kutib qolamiz. Adresimizni Kirtepa mahallasida dedik. Bu yerimiz Ajjaliboy yo'lima shu. Endi jo'rimiz yana Ajjaliboy yo'lda baytiladi. Hammani kutib qolamiz esa. Bitta like bosib shu. Xudo xolosa yaqinlarga tashakkur qo'yamiz buni hurmatli obunachilar. Esa sog' bo'ling, omon bo'ling esa. Telefon bog'lanasizlar.